Noto'g'ri operatsiya amaliyot tufayli skolioz beli aynan mana shu holatda qiyshayib qolgan va biz uni Turkiyaga olib bordik. Turkiyaning Istanbul shahrida bu qizimizni operatsiya bo'ldi. So'ngra qiyshiq belini to'g'ri qilishga harakat qildik. Operatsiyaning birinchisi 25 kun davomida davom etdi. Ko'rgan bo'lsangizlarda bo'lsa, Gulhayo singlimizni bosh qismidan osib qo'yishdi va shu holatda salkam 1 oy qiynalib yurdi. So'ngra bir oydan keyin eng katta operatsiya amaliyoti o'tdi va operatsiyadan ham juda ham muvaffaqiyatli chiqdi. Va biz bugungi kungacha Gulhayo singlimizning barcha to'lovlarini to'ladik. Faqatgina $5,500 pul qoldi. Bu operatsiyaning to'lovi. Undan tashqari yana $5,000 reabilitatsiyasi uchun, umumiy hisobda yana $10,000 Gulhayo uchun pul yig'ishimiz kerak. Bu video 48 soatga qo'yilyapti. Iltimos qilaman, hozirroq bitta like bosib qo'ying. Shu qizimiz uchun sizni ehsoningiz bo'lsin. Shu videoni istoriya qo'yib tarqatib bering. Ko'proq odam ko'rsa, bittasi ehson qilsa ham sizga ham yoziladi. Inshaalloh